Eshigini. Ko'raylikchi. Bo'ldi, surdi endi, yopib. Mana surdi. 60 gradus. To'rga 2 minut. Angrenchik. Assalomu alaykum hammalarga. 20 tali texnikalarni kattamiz jo'natib yuryapmiz hozir. O'zimizda Andijonga, maydon ko'chaga. Maydon somsalarni yeganlar bo'lsa, like bosib qo'ysin videodan. Hamzabek. Mana shu ko'chaga ketyapti mana. Zakazorov aytorasizlar. Nijniy liniyasi ham bor. Bu verniy liniya. Hammasidan bor. Mana nijniy yig'ishyapti hozir. Zakazorov bemalol aytorasizlar. Verniy liniya kattalarimiz ham bor deyapti mana. Verniy liniyalar ham hozir ketadi bular ham. Hammasidan bor xudo xolasa mana. Verniy liniya, bu ham verniy liniya 15 talik. Ularni bunkerliklar endi. Bunkerliklarda ham qiziqadiganlar olib qolsa olishaveradi. Krupniy variant bular ham. Bemalol zakaz qilaveramiz o'rtoqlar. Savollar bo'lsa bemalol telefonga so'rayverasizlar. Hamshiraga mana endi katyolimizni olib ketyapti Asakaga. Oldin ham borgan joyiz deyapti. Yana bilmayman hozir borsiz. Tanisangiz ham kerak ustalarni ham. 150 kvadratga. Hamshiraga olib ketyapti. Xo'p, yaxshi borib keling. Mana ikkita katyolimiz berib yuboryapti. Ikkovsi ham verniy 15 talik, 10 talik ketyapti. Mirsayat bilan hozir Namanganga olib ketyapti. Katyollarimiz xudo xolasa verniylari ham hozir qolmadi. Nijniylarimiz bor. Hozir uni ham tashlab chiqamiz. Zakazorimiz bemalol aytaverasiz, hamma katyolimizdan bor. Nijniy, verniy, bunkerli hamma variantdan bor o'rtoqlar. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Zakazorimiz bemalol aytaverasizlar mana. Dostatga qilib beraveramiz, xudo xolasa. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Hammalarga assalomu alaykum. 15 talik hozir mana nijniy galini katyolimiz berib yuboryapti. O'zimiz qahvolga ketyapti. Ana katyollar kelyapti, bemalol aytaverasizlar, xudo xolasa qilib beramiz. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Hammalarga xayr. Assalomu alaykum hammalarga. 20 talik katyolimiz mana Namanganga chiqib ketyapti. 20 verniy bunisi. Namangan Chortoqqa chiqib ketyapti. Mirsayat olib ketyapti. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Kech payt bo'lsa ham mana jo'natyapti, shashilishyapti, sovuq tushyapti o'rtoqlar. Katyollarda aytaveramiz, xudo xolasa qilib beraveramiz. Hammasidan bor mana. Mirsayatbek, qayerga ketyapmiz? Namangan. Norin mana 22 talik. Bunisi Shamshiboy. Bu ham Namangan, Lolaga. Endi ikkovi ham Namanganda. Tezroq tashlab keling endi, ulgili Sharxonga ham borishingiz kerak-ku. Xo'p. Hammalarga assalomu alaykum. 20 kilovat verniy galiniyamiz ketyapti Sharxonga. Jo'natib yuryapmiz. Hozir shirikan tashlab keladi. 30 nijniylarimiz ham bor, 18 nijniylar bor, har xildan bor. Qaysi biridan desanglar hammasidan mana bor, xudo xolasa. Zakaz qilaveramiz, xudo xolasa yetkazib beramiz. Hammalarga assalomu alaykum. Mana bitta katyolimizni chiqarib yuryapmiz, 18 nijniy galiniya. O'zimizda mana shu Paytada Komsomol degan joyga chiqib ketyapti. Katyollarimiz xudo xolasa bo'lyapti, bemalol zakazlab beraveramiz. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Yana bitta 18 talikni chiqarib yuryapmiz. Nijniy galiniya. 3-chisini bilmayman. Chiqib ketyapti. O'zimizga paytga bu ham. Zakazorimiz bemalol aytaverasiz, mana klientlar kelgan. Hamma tomosha qilyapti, ko'ryapti, olyapti, ketyapti. Like, podpiska esdan chiqmasin. Assalomu alaykum hammalarga. 10 talik verniy galiniya birinchi bo'limga chiqarib yuryapmiz. Zakazorimizni bemalol aytaveramiz. Hammasidan bor. Klientlar ketyapti mana. 12 nijniy yangi qishloqqa ketyapti o'rtoqlar. Kim havas qilgan bo'lsa like'larni bosib turinglar. Xudo xolasa sizlarning ham uylaringizda katyollar yonadi. Hammalarga assalomu alaykum. Ikkita 15 kilovatlik verniy galiniya katyollarimiz ketyapti. Sharxonga jo'natib yuryapmiz. Tozalovlari bilan komplet mana tayyor holatda. Xudo xolasa zakaz bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Beramiz, hammasidan bor xudo xolasa mana. Kech paytda mana katyol chiqarib yuryapmiz. 15 nijniy
Kacholarimiz dastavkalar ketyapti. Hozir bitta Namanganga beraverdim, bunisini hozir marhamatga beraveryapti. Zakazlar o'pib bemalol aytaverasizlar.